Hozirgi kunda jamiyatimiz juda ham salbiy tomonga o'zgarib ketishida odamni Instagram aybdor deb o'ylashyapti. Hozir men sizga kamida 3 ta fakt aytaman. Bu o'zimning shaxsiy fikrim. O'shanda tushunib yetamiz, Instagram aybdormi yoki hozir men berayotgan shaxsiy fikrlarim to'g'rimi o'zi, asli o'rinlimi? Xo'p, qarang, men sizga 30 sekund ichida tushuntirib berishga harakat qilaman mana shu 3 ta faktni. Birinchi fakt o'zi aslida Instagram qanaqa ishlaydi algoritmi. Instagram algoritmi siz eng ko'p ko'rayotgan narsalaringizni chiqarib beradi. Misol uchun, men SMM mutaxassis bo'lsam yo prodyuser bo'lsam, o'zimga qiziq narsalarni ko'rishni boshlasam, prodyuserlik tomonidan qiziq narsalarni yo SMM mutaxassisligi sifatida qiziq narsalarni ko'rishni boshlasam, menga faqat o'zimga taalluqli narsalarni chiqarib beradi. Agar siz yosh, misol o'zimiz tengqur bola bo'lsangiz, misol BMWga qiziqsangiz yo Malibuga qiziqsangiz yo Gentra'ga qiziqsangiz, oddiy Gentra'ga qiziqsangiz, misol uchun sizning rekomendatsiyangiz faqat Gentra chiqadi, to'g'rimi? Endi hozir bitta men sizga qisqa qilib aytadigan narsam nima? Instagram hozir kunda qo'pol qilib aytgan bo'lsa ham, ijtimoiy tarmoqlarda siz yuzingiz. Hozir siz Instagramingizni olib turib, men bitta rekomendatsiyangizni yangilasam, nima narsa chiqib kelganini ko'rsam, sizni yuzingizni ko'rgan bo'laman. Xo'p, hozir bitta shunda kim aybdor bo'lyapti? Men sizga juda chuqur kirib beraman desam, juda chuqur gaplarim juda ko'p. Lekin qisqa va lo'nda qilib aytsam, Instagram bu hozirgi kunda sizni asl yuzingiz. Siz shaxsiy chegaralaringizga mana shu narsalarni qo'yib yuboryapsizki, mana shunaqa buzilishlar kelib chiqyapti. Siz mana shu narsalarga like bosyapsiz, siz mana shunaqa narsalarni repost qilyapsiz, mana shunaqa narsalarni o'rtoqlaringizga prikol qilib tashlayapsiz yo kimdirlarga tashlab muhokama qilyapsizki, mana shunaqa jamiyatimizda chiqayotgan qo'pol, har xil ochiq-sochiq kiyimli qizlar, har xil chala psixologlar, qanaqadir motivatorlar qo'shtirnoq ostidagi mana shunaqa narsalarni o'zimiz ko'taryapmizki, ko'zimizga ko'rinmagan holatda bizga salbiy ta'sir qilyapti. O'ylaymanki, hozir hamma o'zining shaxsiy chegarasini bilib oldi deb o'ylayman. Instagramni ayblashdan ko'ra oldin odam o'ziga bitta qarab qo'yish kerak deb o'ylayman. Chunki har bitta odamning telefonida xoh Samsung bo'lsin, xoh iPhone bo'lsin, hammada Safari bor, Google bor, to'g'rimi? Internetdan foydalanishga. O'zingiz uchun bilib oling, hozir men nima demoqchi bo'lganimni. Internetdan men to'g'ri foydalanarman. Men kitob qidirarman, men YouTubedan narsa qidirarman, men qanaqadir kerakli narsa qidirarman. Ba'zi birlar boshqa narsalar qidiradi. Ba'zi birlar umuman bizni hayolimizga kelmaydigan narsalar qilishadi. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lgan narsam, aybni o'zimizdan qidirishimiz kerak. Har bitta odam o'zini hurmat qilsa, o'ylayman jamiyatimizni juda ham tez tiklab olsa bo'ladi. Men nimaga qayg'urib bu narsani gapiryapman? Bu narsa kamida 4-5 yildan keyin bilmayman qanaqa ahvolga keladi. Imkon boricha men ham o'zim shaxsiy fikrimni bildirib qo'ydim.